Salam dostlar. Men sizlarga MetaMask degan decentralization wallet var. Decentralization degan bu borborsuzlaştırılgan deb so'zlayotgan borbor yo'q. Qapchiq var. Şonu kripto dunyosunda qanday qo'llansa bo'ladi, qanday quruq qo'llanadi o'shani ko'rsatib sizlarga. Anlamasa ketdik. Televizyonda bu da yüklüyüz. Buradan koşuyoruz. Extension Gloves. Almış tutup tadını gördüm ama ki. Koşulgandan keyin bundan kaptanlıkta bir açar. Gördünüzdür. Çıkmasa da model yapıp manipülasyon olur mu ki? Koşullar bulur. Geliyoruz da basarız get started. Okey, maqulman. Eğer de munda qo'llanuvchi bo'lmasa, hozir bu joqdan kelib turib, qayda buradan da aldın geçsen bak, bu canlı qo'llanuvchi olinadi. Canlı qilsanglar, bu yerga sir so'z yozasizlar, o'zingizning sir so'zingizda uni patronni olib deb turib confirm qilamiz. Ondan keyin o'qidim. Okey. Вот, eng şu yerden başlap aslında next degandan bunu bosganda bu yerda o'sha 12 so'z beradi. Sir so'z bo'lsa. Agar parollarni jo'natsangiz, o'sha sir so'zingizda o'sha sir so'zlar bilan o'sha secret recovery phrase deb qo'yib. Shuni bilsangiz masala yo'q. Qolgan yerda qayda qoldi detsang bo'ladi. Masalan, shularga kiramiz hozir. Bilet bilan. Tent spell activate. Activities code thing çok confirm. Okay. Çok çünkü az burası Ethereum degan nima var? Blockchain usul jaqdabız. Bizdeki açıldı. Bu yerden şu bizim assetlerdi. Bu jaqdan qanday transaksiyalar jasab boshlarni ko'rsatib bo'ladi. Ana bu yoqqa kelib turib At Network degan var. Bu o'sha boshqa blockchain, misol Binance blockchain, Polygon, Matic, bo'lsa Solana, Avalanche degan modelda blockchainlarni qo'shib bu yoqdan bundan neden chiqardi misol. Bu yerga qayerga kelib turib ana boshlangan so'z yozgandan keyin mo'ytib qayerga keladi. Bunda bu yerdan ақша ochib, misol qancha Ethereum usullardan ko'rib, dollar bilan ana endi sotib ol, jo'nat, ana keyin swap almashtirish degan funksiyalar bor. Qo'llansangiz bo'ladi. Qisqacha shunday.